Ba'zida odamni to'rt devor ichida chorasiz qoldiradi. Qarashlar, shukronalik, dunyoga ishonch ham so'nib borishi mumkin shu muddat oralig'ida. Ammo davlatning e'tibori sabab bugun qayta hayotda o'z o'rnini topish imkoniyatiga ega bo'layotgan yurtdoshlarimiz ko'p. Farg'onadan mavzuga oid lavha bilan dasturimiz davom etadi. Bunchalik bo'lib o'zimga kelib yaxshi bo'lib ketishdi, o'ylaganman yo'q. Bag'dod tumanidagi Matqulobod mahallasida istiqomat qiluvchi Yodgor aka Mirzayevni bundan 4 yil avval xastalik to'shakka mixladi. Son chanog'i yemirilish, suyak yemirilish deb chiqarib berdi. Ikkalasi ham. Bunisida kuchliroq edi. Oyog'im kalta bo'lib qoldi, 2 sentiga. Yurishga qiynalib qoldim oxiri. Yodgor akani 2 nafar farzandi bor. Qizini uzatgan, o'g'li esa hali voyaga yetmagan. Ayoli ham og'ir mehnatga yaramaydi. Oilada yagona boquvchi bo'lgan xonadon sohibining bir joyda qolishi ularning moddiy imkoniyatlarini sezilarli kamaytirdi. O'zim ishlovchiman, to'xtab qoldim harakatdan. Boshdan o'tmaguncha birov bilmaydi ekan-da u narsani. Men ham hech qachon o'ylamagan edim bu narsani. Shifokorlar Yodgor akani bu xastalikdan faqat jarrohlik amaliyotigina qutqarishini aytganda, oila o'ylanib qoldi. Yodgor akaning ayoli turmush o'rtog'ining qarshiligiga qaramay, imkonsiz mahalla yettiligidan masalada ko'mak so'radi. Mahallaning ijtimoiy xodimi tomonidan bemorga zudlik bilan tegishli hujjatlar tayyorlanib, Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan 17 million so'm moddiy yordam ajratildi. Mahalla odamlari ham qarab turmadi. 40 millionga yaqin pul yig'ildi jarrohlik amaliyoti uchun. Hamma tarafdan yordam berishdi, xabar olishdi. Oyoqqa turgunimgacha. Endi o'zimga keldim mana. 6 oy bo'ldi operatsiya. Fatima Xatamova yolg'iz ayol, 3 nafar farzandlari bor. Turmush o'rtog'i vafot etgan. Ayol bolalari ehtiyojlarini imkon qadar o'zi mehnat qilib to'ldirayotgandi. Ammo 4 yil avval xastalikka chalindi. Bo'g'im kasalligi bezovta qila boshladi uni. Ishlolmay qoldi. Nogironlik nafaqasi tayinlashda yuksalish mahallasiga biriktirilgan ijtimoiy xodim unga yaqindan ko'maklashdi. Oilaning birlamchi ehtiyojlari uchun Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan bir martalik moddiy yordam ham ajratildi. Farzandlariga boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi tayinlandi. Bu esa oilaning yashash sharoitini bir muncha yaxshilanishiga sabab bo'ldi. Ular qurib berdi, to'xona qilib berdi. Bizdoqalarga prezidentimiz sharoitlar yaratib beribdi. Barchalarga rahmat. Farida opa Yunusaliyeva ham shu mahallada yolg'iz yashaydi. Doimiy ishlamaydi hech qayerda. Kundalik ehtiyojlarini to'ldirish uchun esa mahalla mas'ullari tomonidan tomorqasiga subsidiya asosida issiqxona qurib berildi. Mana bizni og'irlarimizni yengil qilishyapti, muammolarimizni uyimizda o'tirgan joyimizda hal qilib berishyapti. Mana xonadon yurib, kimda nima muammosi bor, muammolarni hal qilib berishyapti. Asosan biz o'zimizda 13 ta toifadagi fuqarolarimiz bilan ishlaymiz. Ularni ijtimoiylashni ta'minlash uchun ular bilan case management usuli asosida individual ijtimoiy xizmatlar rejasini ko'rsatamiz. 1 yil davomida 13 nafar fuqaroni nogironlik guruhini belgilatish va nogironlik nafaqasini tayinlash. Yoshga doir pensiyadagi shaxslarga 9 nafariga reabilitatsiya qilishning texnik vositalari, shuningdek protez ortopediya moslamalari bilan ta'minlandi. Shuningdek, nogironligi bor, og'ir kasallikka chalingan, muntazam davolanishga muhtoj bo'lgan shaxslardan 14 nafariga davolanish uchun moddiy yordam mablag'lari ajratildi. Bu kabi xayrli harakatlarga viloyatdagi barcha mahallalarda guvoh bo'lish mumkin. Inson qadri ustuvor islohotlar esa davom etmoqda. Bu kun Maftuna Mamasidik va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.